Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana navbatdagi bir qavatli disli do'rozamizni o'rnatdik. Kernizli Toshkent boson. Xudo xolasa yondonlari 10 ga 5, biri 7 tegada, taglari bezular shiveller bo'ldi. Profillari biri 4 bo'ldi. Dishlari biri 8. Xudo xolasa 3 qo'rg'on. Tekstilni oldiga olib kelib o'rnatdik. Tagida nomerlarimiz bo'ladi. Bemalol aloqa chiqib olasizlar. Shunaqa xizmatlar bo'lsa ish qilish bizdan kuzatib borisizlardan. Tagida nomerlarimiz bo'ladi doimgidek. Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube barchasida bormiz. Xudo xolasa bu 2025da oxirgi do'rozamiz, akaslarimiz bor. Xudo xolasa keyingi yildan boshlaymiz o'rnatishni. Qolgan syomkalarni ham tashlab boramiz. Hammalaring xonadonlaringga xayrli bo'lsin. Shunaqa do'roza o'rnatish hammaga nasib qilsin. Biz sizlarning xizmatlaringdamiz. Hamisha yaxshi kunlarga ochilib yopilsin. Aka, do'roza yoqdimi sizga? Yo'qdi, rahmat aka. Kelib o'rnashlari Zo'r ekan. yaxshi kunlarga ochilib yopilsin hamisha. Xudo xolasa mana kichkina kaltkalarni ham o'rnatib berganmiz. Boshdan chiqadigan hovlilariga. Orqa tomonda ham yo'l bor ekan. Bo'lachasi. Sizlarning xizmatlaringdamiz.